Kattaroq hovli so'ragan mijozlarimiz uchun bugungi eng obyektimiz 7,5 sotix. Etek qismidagi bino, bu bir qavat, tagida podvali to'liq jiloy qilingan, basseyn, sauna, sport zal, детская площадка, xullas tegi jiloy. O'rtada bu yerda yozgi oshxona va oldi tarafimizda ham xuddi shunaqa bir qavatli binomiz bor. Kirganimizda chap qo'lda bu yerda bitta zal gastivoy, ichida oshxona, hol, ikkita yotoqxonasi bor. Bu yoq tarafimizda planirovkaga keladigan bo'lsak, bitta ma'li zal, bitta katta zal, yana bitta ma'li zalimiz va ikkita yotoqxonalarimizgacha joylashgan. Xullas, ana ikkita oilani o'zining ichiga bemalol sig'dirib ola oladigan xonadonga kelganmiz. Xo'p, o'rtada yashil maydon, landshaftni dizaynlar qilib qo'yilgan. Mana bu yerda ko'rayotganingizda shunaqa o'zini chiroyli aksessuarlarigacha qo'yib qo'yilgan. O'rtada fontan, bu yoq tarafimizda bo'lsa besedkalarigacha qilingan. Joylashgan joyiga keladigan bo'lsak, Mirobod tumani, Fayzobod mahallasida joylashgan. Fayzobod Korzinka shundoq orientir. Zo'r tarafi ikki yon taraflama ko'cha. Agar ikkita oila yashasa, bir yoq tarafidan ham bemalol eshik ochib olsa bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, ichidagi mebel texnikalari bilan 610 ming dollar so'ralyapti. O'tib beradigan joy bor. Agar mebel texnika kerak emas deydigan bo'lsangiz, olib chiqib ketishadi. Kattaroq skidga qilib beriladi.